Rossiyaning Rosatom davlat korporatsiyasi tomonidan O'zbekistonda qurilishi rejalashtirilgan atom elektr stansiyasi loyihasi qayta formatlandi. Endi mamlakatda har biri 2 reaktordan iborat bittadan kichik va katta YES qurilishi ko'zda tutilmoqda. Bu haqda Rossiya iqtisodiy rivojlanish vazirligi Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida bo'lib o'tgan Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi savdo hajmini oshirish bo'yicha ishchi guruh yig'ilishidan so'ng ma'lum bo'ldi. Tadbirda Rossiya iqtisodiy rivojlanish vaziri Maksim Reshetnikov va O'zbekiston investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratov ishtirok etdi. O'tgan yili kichik quvvatli YES qurilishi boshlangan edi. Joriy yilda esa ikki davlat rahbarlari shu loyihani katta qurib chiqish, natijada katta quvvatli 2 reaktordan iborat stansiya va kichik quvvatli 2 reaktordan iborat stansiya qurishga kelishib oldi, deyiladi xabarda. Ma'lumot uchun joriy yil aprel oxirida Rosatom rahbari Aleksey Lixachyev jurnalistlarga bergan intervyusida O'zbekistonda kichik YES qurilishi doirasida yana 1 yil ichida beton qurilishini kutayotganligini aytgan. U shuningdek O'zbekistonda katta YES qurilishi bo'yicha ham kompaniya tayyor takliflar ishlab chiqarganini bildirgan. Bu takliflar orasida moliya modeli, tashkiliy masalalar va maksimal mahalliylashtirishga doir variantlar mavjud. O'zbekistonda qurilishi rejalashtirilgan kichik YES bu Rosatomning xorijdagi ilk eksport loyihasi hisoblanadi. Loyiha bo'yicha ikki davlat o'tgan yilning bahorida kelishuvga erishgan. Kuzda esa texnik hujjatlarni ishlab chiqish va loyiha ishlarini boshlash to'g'risidagi protokol imzolangan edi. Rosatom rahbarining avvalroq bergan bayonotlariga ko'ra, loyihani moliyalashtirishni O'zbekiston tomoni zimmasiga oladi. Rossiya krediti esa hozircha ko'rib chiqilmayapti.